Bo'lmaz. Gap o'tmayman, chalg'ityapsiz. Toshkentga o'qish uchun kelganman. Boring, tashxis bering. Yo'q, Voy, chaqirdingizmi? Ismim Aziza, kashlachilikka qiziqaman. Tikuvchiman. yo'talib prosta. Voy, hozir dori beraman, suv bilan ichib olasiz. Qult tuzalib qolasiz. Sizda his-tuyg'u, sevgi, muhabbat degan narsalar bormi o'zi? Nima? Siz hech umringizda kutubxonaga borganmisiz? Adabiyot nimaligini bilasizmi? Fitratni bilasizmi? Cho'lponni bilasizmi? Qodiriyni bilasizmi? G'ijduvon kafeni bilasizmi? Shashliklari, baliqxonani-chi, baliqlari. Mana tinch qo'ying siz. Ikkita top tushadi. Qay telefonnomingizni bering, kechasi telefon qilib SMS yozib. Bezor qildingiz. Tinch qo'ying mani. Navoiyxonaga tayyorlansin. Teatrlar bo'lmasa, Navoiyxonaga tayyorlanmaysizmi siz? Men rolimni yodlaganman. Boshimga qop kiyib, qo'limga bolta bilan jallod kalasini ol. Baribir kimgadir erga tegasiz, bir kun emas, bir kun. Tegmayman. Men ingliz tilini o'rganib, Germaniyaga grad etib olib, o'qishimni chet elda davom ettiraman. Samarqandda green card o'ynasa tezroq chiqadi deydi. Menga qarang, sizda bir kelajakka bo'lgan ishonch, umid, maqsad, havas degan tuyg'ular yo'qmi?